Kitobda bitta jarroh bo'ladi. Bitta itni operatsiya qiladi va shu itga odamni tana a'zolarini ko'chirib o'tkazadi. Keyin shu it sekin-sekin odamga aylanadi-da, gapirishni boshlaydi. Inson gapirishni bilsa, lekin mas'uliyatni olishni bilmasa, u jamiyat uchun katta xavf demoqchi. Keyin ular bo'ldi, yo'qolib ketadi. Ya'ni hech qanaqa jinoiy ish ochilmaydi, muammo bo'lmaydi. Bitta telefon bilan muammosini hal qiladi. Yani tanish holat. Bu yerda Bulgakov aytmoqchiki, o'zi aslida shu vrach tizimni yomon ko'radigan odam edi, lekin tizimni yomon ko'rsa ham, tizim ichida edi. O'zini manfaatlari kelganda tizim bilan birlashardi. Tizim pastki qatlam uchun juda shafqatsiz, lekin tepa qatlamda yoki tanish bilishi bo'lgan odamlar uchun istisnolari bor demoqchi Bulgakov. Paydo bo'lgan maxluq oldin it bo'lganligi uchun yomon bo'lib ketganmi yoki oldin o'sha odam tanasi unga ko'chirilganligi uchun yomon bo'lganmi deb savol qo'yiladigan bo'lsa, assalomu alaykum. Biz blogda yana bir rubrika boshlayapmiz. Bunga nom ham topildi. Oybek aka yaxshi taklif berdilar. Premium kitoblar degan nom qo'yapmiz. Biz bu silsilada xudo xolasa bitta kitobni sharhlab bermoqchiman. Kichkina kitob, lekin juda kuchli yozilgan kitob. Mixail Bulgakovni It yurak qissasi haqida tushuntirib beraman. Kitobda juda ko'p narsa bor. Buni men haligi kitobni har bitta betida, har bitta qismida nimalar yozilganligi haqida ko'p to'xtalmayman, lekin kitobdan o'zimga yoqqan eng zo'r joylarini ajratib, shu joyini sharhlab bermoqchiman. Bu kitob satira uslubida yozilgan, ko'proq allegoriya uslubida, ya'ni bir narsa haqida gapiriladi, lekin aslida u narsa haqida emas, boshqa narsa haqida gapirilayotgan bo'ladi. Siz bunaqa haligi uslubni tushunishingiz uchun haligi dunyoqarash jihatidan boshqa ma'lumotlarni ham bilishingiz kerak. Aytaylik, tarixni yoki o'sha jarayonda bo'lgan odamlarning holatini, ya'ni uni atrofida shu gap bilan u avtor nima demoqchi o'zi degan narsalarni tushunishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, kitob nima haqida? Kitob o'sha 25-yilda yozilgan, yani Bulgakov tomonidan va 62 yildan keyin nashr qilingan ekan. Juda ancha vaqtdan keyin nashr qilingan. Bu SSR paytida yozilgan. Keyin o'sha SSR oxirlab qolganda kitobni nashr qilishgan. Unda Bulgakov o'zi vafot etgan bo'ladi. Keyinchalik asar nashr qilinadi. Nima uchun katta senzura bo'lganini quyida o'sha sharhda tushunasizlar, xudo xolasa. Xullas, kitobda bitta jarroh bo'ladi. Shu jarroh bitta itni operatsiya qiladi va shu itga odamni tana a'zolarini ko'chirib o'tkazadi. Keyin shu it sekin-sekin odamga aylanadi. Bir necha kunda odamga aylanadi-da, gapirishni boshlaydi. Odamlar bilan muloqot qiladi, gapirib, xullas, ko'p narsa bor, ichiga kiramiz. Keyin u bir boshqaruv strukturasiga o'tadi. U yerdagi qilgan ishlari, shu kabi narsalar bo'ladi. Xullas, qissa shu haqida. Juda ham qisqa qilib aytadigan bo'lsak. Itning ismi Sharik bo'ladi. U odamga aylangandan keyin u familiyani qilib oladi o'ziga, Sharikov qilib. Sharik va Sharikovni umumiy farqi haqida to'xtalmoqchiman. Operatsiyadan oldin e'tibor beradigan bo'lsa, kitob o'qisangiz, Sharik juda ham yaxshi it bo'ladi, yovuz emas, qopib ketmaydi odamlarni yoki mehribon bo'ladi. Nimadir narsani beradigan bo'lsa, unga go'sht beradigan bo'lsa, u xursand bo'ladi, masalan. Egasini himoya qiladi. Ya'ni eng muhimi o'zining chegarasini biladi. Bulgakov shunaqa qilib tasvirlaydi. Alohida kitob boshida o'sha itni tasvirlagan joyi bor. Keyin u operatsiya qilingandan keyin Klim Chugunov degan odamni tana a'zolari unga o'tkaziladi. U operatsiyadan keyin уже bir necha kun davomida gapirishni boshlaydi. Gapirishni boshlab turib, so'kinishga o'tadi. Ya'ni ko'p so'kinadigan haligi maxluqotga aylanadi. Ko'p so'kinadi, ko'p zo'ravonlik qiladi, ko'p haligi ichkilikka moyil odam bo'ladi, hasad qiladi. Shunaqa maxluqotga aylanib boraveradi kundan kunga. Buni o'sha allegoriya uslubida, umuman satirani ochib beradigan bo'lsak, bu yerdan nima ma'no tushuniladi desa, Bulgakov aytmoqchiki, aslida bu maxluqda paydo bo'layotgan yomon sifatlar itdan emas, balki narigi odamdan paydo bo'lyapti degan ma'noni beradi. Chunki kitob boshida it unaqa yomon it bo'lmaydi. Ya'ni it umuman o'zi tabiatan yomon bo'lmaydi kitobda tasvirlanishicha. Lekin haligi odamni Bulgakov alohida nima qilib,
tasvirlab aytadiki, Klim Chugunov demak 2 marta sudlangan, aroqxo'r, hamma narsani teng bo'lish tarafdori degan gapni keltiradi. O'sha biladigan bo'lsak, SSSRda shu sotsializm va hamma narsani teng bo'lish shu ishlari olib borilgan, ya'ni даже kvartirada ham nechadir metr kvadrat, umuman yer maydoni ham qanchadir metr kvadrat bo'lsa, o'shani bo'lib davlat bergan. Shunga ishora qilyapti. Ya'ni mana shunaqa bir yomon odamni tana a'zolari itga o'tkazildi va buni oqibatida yomon bir maxluqot paydo bo'lyapti. Bulgakov mana shu joyda aytmoqchiki, haligi hayvon tabiatdan yomon emas, yomonlik aslida o'sha buzilgan insoniy ongdan kelib chiqadi demoqchi. Yana xulosa qilish mumkin, go'yoki o'sha hokimiyatga yangi o'sha asar 25-yillarda yozilgan bo'lsa, Lenindan Stalinga o'tish paytlarida yozilgan desak agar, ya'ni kelayotgan yangi hokimiyat va davlat tomonidan aytilayotgan mafkura yangi odamni yaratish haqida ketyapti. Lekin haligi yangi odam yaratilsa va uni aqli bo'lmaydigan bo'lsa, u itga o'xshaydigan yoki o'sha sotsializm hamma narsani teng bo'lish tarafdori va yomon xulqlar egasi bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqa narsalar paydo bo'ladi deydi. Keyin yana bitta joyi menga yoqqan, Sharikning insonga aylanish jarayonida tilga kirishidagi kinoyalar. Shu joyda bir necha narsani ajratib oldim. O'sha operatsiyadan keyin haligi bir necha kun davomida it, o'sha Sharikov tilga kirishni boshlaydi. Bulgakov shu darajada dahshatli yozganki, haligi juda ko'p ma'no borda, haligi o'qiydigan bo'lsangiz juda ko'p ma'nolar kelib chiqaveradi. Bu yerda bitta qismi 1-yanvar 1925-yil ertalab suratga tushirildi deyapti. Qiylab deb endi aniq baland tovushda hatto qandaydir sevinch bilan akillayapti deydi. Keyin professor qiylab qishob so'zining ma'nosini aniqladi deydi. Bu yerda bu haqida ma'no ketmaydi, o'zi baliq boshqarmasi degani ekan deydi. Bulgakov shu darajada satira ishlatganki, qiylab so'zi teskari o'qilsa baliq degan so'zni keltiradi, keyin qishob degan so'z boshq degan, ya'ni boshqarma degan so'zni yozgan. Nimaga Bulgakov buni keltirgan desa agar, birinchidan o'zi bu davlat boshqarmasini nomlanishi. Keyin davlat boshqarmasini bu teskari qilib aytyapti. Go'yoki davlat boshqarmasini nomi bor, lekin u teskari ishlaydi degandek. 1984da ham shunaqa narsalar keladi-yu, haligi o't qo'yuvchi pajarniy bo'ladi. Bu strukturalar o'zi teskari ishlaydi va faqat bularni haligi nimasi nomlanishi bor degan ma'noni yozayotgandek. Keyin ikkinchi men tushungan narsam bu yerda o'zi odam, ya'ni chaqaloq tug'ilganda, masalan, tilga kirgan paytda atrofidagi onasini, otasini masalan aytib nima qiladi? Mama deydi, masalan, ona deydi, dada deydi, lekin go'yoki buni chaqaloqqa taqqoslaydigan bo'lsak, bu o'sha qiyin so'zlarni bo'lsa ham o'sha strukturani boshqarma haqida haligi gapirishni boshlayapti. Go'yoki haligi bunaqa odamlar idora nomi va byurokratik tizimni o'sha tug'ilganidan boshlab gapirishni boshlaydi degandek. Ya'ni bunaqa odamlar o'sha jamiyatda inson so'zi bilan emas, apparat so'zi bilan tug'iladi degandek. Davomida yana yozadi, o'sha Sharikov o'sha tilga kirayotgan maxluq jamiki o'sha aytadi, rus tilida mavjud bo'lgan jamiki so'kinish so'zlarini bilar ekan deydi. Ketma-ket o'sha so'kinish so'zlarini aytadi, yomon so'zlarni gapirib tili chiqadi. Keyin o'sha so'rashni bilmaydi, iltimos qilishni bilmaydi, farosati yo'q. Shu kabi narsalarni Bulgakov bu maxluqda tasvirlaydi. Davomida keladi, o'sha o'qib turib xulosa qilishingiz mumkin. Sharikov o'zida haligi ego bo'ladi. Men deydi, menga bergin deydi. Shunga o'xshash haligi o'zini talablari, huquqini talab qilishni biladi. Va Bulgakov aytmoqchiki, inson gapirishni bilsa, lekin mas'uliyatni olishni bilmasa, u jamiyat uchun katta xavf demoqchi. Keyin yana bitta haligi menga yoqqan joyi bor. Bu haligi chuqur falsafiy narsa. Sharikov o'zi uchun ism tanlaydigan joyi bor. Juda haligi menga yoqadi mana shu joyi. Chunki bu yerda haligi juda ko'p ma'no bor. Ism tanlash jarayoni, ya'ni ism nima uchun tanlanadi? Unga hujjat qilib berish uchun tanlanadi va Sharikov aytadiki, men o'zimga ism tanladim deydi. Qanaqa ism desa, Poligrafovich deydi. Professor hayron qoladi, nima hazillashyapsanmi deydi. Qayerdan olding bu ismni deganda, kalendardan oldim deydi. Xo'p, tahlil qilib ko'radigan bo'lsangiz, 1917-yillarda
o'sha SSRda nimalar inqilobiy kalendarlar joriy qilingan ekan. Ya'ni cherkov kalendarlari to'liq bekor qilingan, inqilobiy kalendarlar paydo bo'lgan va bir necha 7 yilmi 8 yil davomida unda strukturaga moyil bo'lgan ismlar variantlari berilgan ekan. Va o'sha yillarda odamlar o'zini kasb, texnika, tushuncha nomlari bilan atashni boshlagan ekan. Shu narsaga nima qilyapti bu? Kinoya qilyapti. Endi ismni o'zini tahlil qiladigan bo'lsak, ism nima uchun aynan poligraf? Mana shu poligraf deb tanlashini o'zida juda katta kinoya bor. Poligraf bu yaratadigan narsa emas. Poligraf bu nusxalaydigan narsa. Nimadir narsani, demak, aytaylik, pechat qilib, skaner qilib, qaytib chiqarib beradigan narsa poligraf deyiladi. Ya'ni nusxani ko'paytirib beradigan narsa poligraf. Bulgakov nima demoqchi desa, bu paydo bo'layotgan maxluq o'zi fikrlamaydi, o'zi nima deyotganini bilmaydi, kallasi ishlamaydi. Unga nima deyilgan bo'lsa tashqaridan yoki hukumatdan nima desa shu narsani nima qiladi? Ko'paytiradi. Shu uchun unga haligi Bulgakov bu maxluqqa o'sha poligraf degan ismni tanlagan, menimcha. Ya'ni poligraf bu haligi mohiyati tushunadigan muallif, yaratuvchi bir fikrlaydigan mavjudot emas. U printer xolos, ya'ni unga aytilgan gaplarni takrorlaydigan va uni targ'ibot qiladigan, o'zi tushunmagan holatda targ'ibot qiladigan bir maxluq demoqchi. Otchestvasi ham Poligraf Poligrafovich, bir 2 qavatli, ya'ni kinoya desak bo'ladi. Ya'ni bu qayerdan paydo bo'ldi desa, uni otasi ham shunaqa edi degan ma'noni beryapti Bulgakov. Kitobni o'qisangiz tushunasiz, o'sha Sharikov odam ko'rinishiga aylanayotgan maxluq mushukni ko'rib qoladi bir holatda, keyin shunaqa tasvirlanganki, u mushukni quvib ketadi. Uni quvish jarayonida hamma joyini ag'dar-to'ntar qiladi, ko'p narsalarga lyustralar sinadi, boshqa qiladi. Uyni rasvosini chiqaradi. Bulgakov aytmoqchiki, Sharikovda go'yoki haligi ichki uni to'xtatadigan narsa yo'q. U emotsiyalarni kontrol qila olmaydi. Nimadir narsani ko'radigan bo'lsa, o'sha o'ziga yoqmaydigan narsani ko'radigan bo'lsa, hech qanaqa tahlilsiz, hech qanaqa o'ylab ko'rishsiz uni ortidan quvishni boshlaydi, demoqchi Bulgakov. To'xtash, o'ylab ko'rish, nimaga bu bunaqa, nimaga o'zim men buni quvyapman, balkim bu yaxshi bo'lsa-chi degan fikrlash yo'q. Uni tabiatan shunaqa instinkt borki, o'zidan yuqoridan kelgan, ya'ni ajdodidan kelgan yomon deb eshitgan narsasini ortidan haligi quvib, tahlilsiz unga jarohat yetkazishni biladi xolos demoqchi. Aynan mushukni tanlagani ham o'zi u oldin haligi it bo'lganligi uchun mushukni tanlab olgan. Lekin mushuk bu shunchaki haligi oddiy qo'zg'atuvchi deb tushunsak bo'ladi. U alohida bir element emas. Bu yerdan yana bitta narsani tushunsak bo'ladi. Bulgakov o'sha jamiyatdagi eng xavfli odam, beparvo odam. O'ylamay turib, haligi tahlil qilmasdan turib bir narsani amalga oshiradigan odam, eng xavfli odam demoqchi. Keyin yana bitta narsa bor. Sharikov mushukni quvishi sabablaridan yana biri mushuk zaifroq edi. Asar o'qiydigan bo'lsangiz, o'sha qissani o'qiydigan bo'lsangiz, haligi boshqalarga tahdid qilishi mumkin, lekin unaqa tajovuzkor emas, haligi tashlanib ketmaydi, boshqa bo'lmaydi, o'zi qo'rqadi, duxi bo'lmaydi haligi Sharikovni. Lekin mushukka kelganda u tashlanishni boshlaydi. Buni ham tahlil qiladigan bo'lsak, ya'ni u o'zidan ko'ra zaifroq bo'lgan narsaga tahdid qilishni biladi xolos. Shunaqa haligi kuchli odam emas u demoqchi Bulgakov. Ya'ni o'sha SSR paytidagi masalan Qatag'on bo'lsin, mana shu narsalarni biladigan bo'lsak, u yerdagi o'sha hukumat yoki o'sha tepada turgan odamlar kimnidir masalan jazolamoqchi bo'lsa, u odamlar zaifroq bo'lgan va uni jazolash paytida o'ylab ko'rmagan, o'zi balkim bu to'g'ri qilayotgandir deb turib o'ylab ko'rmagan va ular zaifroq bo'lganda va ularni jazolab tashlashgan, ya'ni surgun qilgan, qatag'on qilgan, boshqa qilgan. Mana shu narsalar boshlanish paytida, o'sha paytlarda amalga oshayotgan paytda Bulgakov bu narsani yozgan. Shu uchun ham katta ehtimol o'sha nima qilinmagan, bu narsa nashrga chiqilmagan. Asarda Shvonder degan odam keladi, u hokimiyatdan bo'ladi. Nimada kitobda uy-joy qo'mitasining raisi deb keladi. O'sha paytda o'sha tarixdan ham o'qiydigan bo'lsak, o'sha uy-joylar yoki yerlar davlatning mulki bo'lgan. Davlat kimga qancha taqsimlash masalasini o'zi hal qilgan, ya'ni markazlashgan holatda taqsimlab bergan. Va o'sha it yurakda haligi maxluqga, ya'ni odamga aylanayotgan maxluqga eng haligi homiy bo'lgan odam Shvonder tasvirlanadi. Ya'ni u o'sha davlat strukturasidagi katta bir tashkilotni rahbari, ya'ni bu bizdan degan gaplarni ham aytadi va podдержка qiladi Sharikovni. Unga bitta joyi bor, qiziq joyi bor. Kitob o'qish haqida gap ketadi. Sharikovga savol beriladi. Kitob o'qiysanmi o'zi degan savol beriladi. U ha o'qiyapman deydi.
qanaqa kitob o'qiyapsan deganda Sharikov zo'r javob beradi. Bunda ham siyosiy bir haligi satira bor. Bu yerda Engels bilan Kautskiyni o'qiyapman deydi. O'sha tahlil qilinadigan bo'lsa, tarixni oladigan bo'lsa, bu Engels va Kautskiyning kitoblari o'sha marksizm kitoblari haqida yozilgan. Marksizm kitoblari ko'p targ'ib qilingan. It shu narsani o'qiyapman deydi, ya'ni itga aylanayotgan, odamga aylanayotgan it. Keyin undan so'rashadi, nimaga bu kitob o'qiyapsan deydi. Nimani tushunding deydi bu kitobdan. Shunda aytadiki, nima takliflaring bor deydi. Haligi men bu hamma narsani rad qilaman deydi. Nima? Sharikov keyin qanaqa taklifing bor to'g'rilash uchun deganda, taklif qilishga ham arzimaydi. Bular yozaverishadi. Qanaqadir nemislar, kongresslar deydi va odamning boshi qog'ab ketdi. Hammasini olib bo'lashish kerak va salom deydi. Ya'ni shuni olish kerakda, teng bo'lib berish kerak. Bo'ldi deydi. Bu yerda ham o'sha paytdagi siyosatni noto'g'riligi haqida gap ketadi aslida. Bu yerdan yana bitta tushuniladigan narsa bor. Bu kitobni Sharikovga Shvondir beradi. O'sha haligi uy-joy qo'mitasining raisi. Unga nima uchun o'zi kitob beradi desa, o'sha tizimga Sharikovni moslashtirish uchun beradi. Ham kitob o'qigin deydi, bo'ldi. U keyin kitobni o'qigandan hech baloni tushunmayotganini, umumiy u narsani tizimga moslashayotganini ko'rishingiz mumkin xolos. Lekin u kitobni o'qib fikrlamaydi. Ya'ni Shvondir kitobni bergani sababi Sharikov prosta tuzumga moslashish uchun beradi. Bulgakov xullas bu yerda aytmoqchiki, Shvondir o'zi o'sha yangi tizimning odami va yangi tizimda mana shunaqa tuturuqsiz, fikrlamaydigan, kallasini ishlatmaydigan, tanqidiy fikrlamaydigan odamlar paydo bo'lyapti. Bittasi mana Shvondir bo'lsa, bittasi mana bu it bilan odamni chatishgan maxluq demoqchi Bulgakov. Ya'ni bu yerda hokimiyat haqida gap ketyapti. Hokimiyatda aqlsiz odamlar paydo bo'lyapti degan ma'noni bergan Bulgakov. Keyin bu yerda yana bitta obraz bor, bu Filip Filipovich. Bu o'sha operatsiya qilgan odam. Bu o'zi qanaqa odam edi desa, bunda ham tahlillarim bor. Kitob boshida bitta narsani tushunishingiz mumkin. O'zi Filip Filipovich ham, ya'ni mana shu operatsiya qilgan odamning o'zi ham juda yaxshi odam emas. Bulgakov shunaqa ma'no bergan. Ular operatsiya qiladigan xonasiga nima keladi? Shvondirni atrofidagi odamlari keladi. Ya'ni hokimiyat odamlari keladida, biza sani hali ishingni to'xtatamiz deydi, senga jinoiy ish ochyapmiz deydida. O'sha paytda nima Filip Filipovich to'xtanglar deydi, telefon qiladi bitta odamga. Bular bilan Shvondirning odamlari bilan gaplashadi. Keyin ular bo'ldi, yo'qolib ketadi. Ya'ni hech qanaqa jinoiy ish ochilmaydi, muammo bo'lmaydi. Bitta telefon bilan muammosini hal qiladi. Ya'ni tanish holat. Bu yerda Bulgakov aytmoqchiki, o'zi aslida Filip o'sha vrach tizimni yomon ko'radigan odam edi, lekin tizimni yomon ko'rsa ham tizim ichida edi. O'zini manfaatlari kelganda tizim bilan birlashardi. O'zini manfaatlari kelmagan paytda tizimga qarshi lekin gapirardi deyotgandek go'yoki. Qonun emas, telefon qilib tanish bilish ishlayotganini Bulgakov ko'rsatib beradi. Ya'ni bu hokimiyatda mana shunaqa narsalar bo'lyapti degan ma'noni bergan. Bundan tashqari o'sha norasmiy qanaqadir iyerarxiya bor. Demoqchi, tizim har doim ham ishlayvermaydi. Tizim pastki qatlam uchun juda shafqatsiz, lekin tepa qatlamda yoki tanish bilishi bo'lgan odamlar uchun haligi istisnolari bor demoqchi Bulgakov. Ya'ni vrach haqida, o'sha doktor haqida men xulosam shunaqa kitobdagi. U ham unchalik yaxshi odam emas. Kitobga qiziqsangizlar o'qishni tavsiya qilaman. Zerikkanda ham o'qisa bo'ladigan kitob, kichkina kitob. 125 betmi? Juda ingichka kitob. Umumiy o'sha aytgan gaplarimdan ham xulosa qiladigan bo'lsangiz, o'zi paydo bo'lgan maxluq oldin it bo'lganligi uchun yomon bo'lib ketganmi yoki oldin o'sha odam tanasi unga ko'chirilganligi uchun yomon bo'lganmi deb savol qo'yiladigan bo'lsa, u it bo'lganligi uchun yomon bo'lib ketmayapti. Aksincha, odam bo'lganligi uchun u yomon bo'lyapti. Nima uchun unda nimada kitob it yurak deb nomlanyapti? U odam yurak deb nomlanishi kerak-ku, deb masalan e'tiroz kelishi mumkin. Ya'ni o'sha Sharikov it bo'lganda juda yaxshi it edi, unaqa nima emas edi, yomon emas edi, vafodor edi, mehrni bilardi, lekin haligi unga transformatsiya qilingan odamning a'zolari o'sha odam yomon edi. Bulgakov aytmoqchiki, ya'ni biologik jihatdan u itga o'tkazilayotgan yurak aslida itni yuragi haqida gap ketmayapti. Balki odamning ichidagi hayvoniy yurak haqida gap ketyapti. Ya'ni aslida muammolarni keltirib chiqarayotgan narsa bu odamning o'zi. Odam tarbiyasi, oldingi xulqi, atvori, mana shu narsalar muammoni keltirib chiqaryapti. Aslida haligi it emas, Sharikov emas, balki o'sha Klimning yuragi, insonning ichidagi hayvoniy yurak hamma narsani buzadi demoqchi. Katta kinoya bu yerda hayvoniy yurak qanaqa bo'ladi degan narsa haligi hamma narsani teng bo'lishni istaydi, ya'ni adolatni emas, teng taqsimot istaydi. Nimadir qiladigan bo'lsa, uni
tahlil qilmasdan qiladigan odam yoki o'zidan zaifga hujum qiladigan odam, so'kinadigan odam, har xil yomon so'zlarni ishlatadigan odam, shu kabi odamlar aslida hayvonni yuragi uni ichida bo'lgan odamdir demoqchi Bulgakov. Ya'ni aslida bu yerda it ham hattoki narigi mana bunaqa sifatga ega bo'lgan odamlardan yaxshiroq demoqchi. Xulosaviy gap shundaki, itni odam qilish mumkin, lekin odamni inson qilish juda qiyin. Kitobdan ko'p narsa oldim o'zi, lekin mana shularni tayyorlab aytib beryapman. Satiraga qiziqsangizlar, mana shu allegoriya degan uslubga qiziqadigan bo'lsangizlar, Bulgakovni o'qinglar. Master и Margarita degan asari ham bor. Lekin tushunish juda qiyin. O'tirib, tafakkur qilib o'qish kerak. Lekin tushunsangiz maza qilasiz. E'tibor uchun rahmat, salomat bo'linglar.